Arafot vodiysiga kirib kelyapmiz. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, Arafot tog' bo'lmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi deganlar. Qiyomatga yana bir alomati mana shu Arafotda tog' bo'lishi ekan. Aslida bu bir vodiy, lekin bugungi kunga kelib, mana atroflari juda daraxtzor bo'lib, yashnab gullab ketyapti. Hojilar uchun juda katta sharoitlar qilinyapti. Oltinlari ustiga oddiy bir tashlama tashlangan, tagiga esa ko'na polosmi, prezentmi to'shalgan holatda bo'lgan, lekin hozir sharoitlar juda zo'rki, mana shu har bir hoji uchun alohida karavotga o'xshash yumshoq yotoq beriladi. Hattoki har birlik uchun alohida taomlik bo'ladi. Suvlar ham ichiga muz solinadi, suvlar ham muzday qilib turiladi, zamzamdan olib kelinadi. Xuddi shunday ustiga chodirlar juda zo'r qilib qo'yilgan va hattoki har bir chodirda konditsionerlar bo'ladi.